Ba'zi birlar uchun qilig'i bilan boshqa bir odamlarning uchun yuraklarni og'ritadi ekanchi. Yurak og'rishini tushungan odam boshqalarning yurak og'rig'ini xohlamaydi uchun. Subhan va taala iymoni bor odamning boshqa bir odamning unchalik qiynalganini xohlamaydi uchun. Chin qalbidan yaxshi ko'rgan odam hech qachon u odamni sotmaydi uchun. Hurmat bilan ko'rsatgan bu do'stlik hech qachon o'chmaydi uchun. Ammo o'zingga qarab kayniga pichoq tiqqan odam hech qachon olmaydi uchun. Qasam ichishning ma'nosi